Diqqat markazimizda Dog'istonda suv to'g'oni bilan bog'liq favqulodda holat. Dog'iston hududida suv to'g'oni bilan bog'liq yuzaga kelgan holat jamoatchilik e'tiborini keskin tortdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, to'g'onning bir qismi buzilgan yoki jiddiy zarar ko'rgan bo'lib, natijada yaqin hududlarga suv toshqini xavfi yuzaga kelgan. Voqea sodir bo'lgan zahoti favqulodda xizmatlar safarbar etilib, aholini xavfsiz hududlarga ko'chirish ishlari boshlangan. Ayrim manbalarda suv oqimi pastki qishloqlarga bostirib kirgani, uy-joylar va infratuzilmaga zarar yetkazgani aytilmoqda. Hozircha qurbonlar haqida aniq ma'lumotlar ochiqlanmagan, biroq vaziyat jiddiy baholanmoqda. Mutaxassislar bunday hodisalarga bir nechta omillar sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. To'g'onning texnik holati va eskirganligi, nazorat va profilaktika ishlarining sustligi, kuchli yog'ingarchilik yoki tabiiy bosimning oshishi. Bu holat yana bir muhim savolni kun tartibiga olib chiqadi. Strategik ahamiyatga ega inshootlar ustidan nazorat qanchalik samarali olib borilmoqda?